Bu oyda tumanimizga bahor erta keladi. Bizni hovlimizga undan ham ertaroq desam bo'ladi, chunki ana ekin-tikinlar joylashdi joy-joyiga. Umumiy foydalanadigan tomorqamiz 8 sotix bo'lib, shundan 3 sotix joyiga issiqxona tashkil qildik. 1,5 sotix pomidor, 1,5 sotixiga bodring ekkanmiz. Pomidorlarimiz hozir mana xudo xolasa gullab qoldi, shanalab. Bodringlar ham harakatdamiz. O'tgan yilgi hosilimiz asosan bodring ekkan edik. 1,5 sotix issiqxona edi. Ozgina qismiga pomidor ekib qarasak, hosildorligi yaxshi. Shuning uchun bu yil issiqxonani 3 sotixga kengaytirdik. Yana qo'shimcha alohida qildik. Hosildorlik yaxshi. 15-aprellarda bodringlarimiz pishib yetilgan bo'lsa, to o'sha iyun oyigacha. Undan keyin boshqa ekinlar takroriy, masalan, ko'katlar, tolg'on, turib, shunaqa narsalardan foydalandik. Endi bu yil xudo xolasa rejalarimiz yana ham kengroq. Bodringlarimiz shu 10-15-aprellarga yetiladi. Pomidorlarimiz sal kechroq. Ular tabiiy o'zimizni quyosh issig'i bilan ortiqcha o't yoqmaymiz. Xalqimizga ilojimiz boricha harakat qilamiz tezroq pishib yetiltirishga. Skuterda oldin odamlar yukini tashib, shunaqa xizmatlar ko'rsatardim. Hozir qo'shimchasiga o'sha ustalarga qurilish anjomlari harakatini yo'lga qo'ydik. O'sha beton mishalka deyshadi, lisalar ijaraga olib boramiz. Ma'lum vaqt ishlatishadi. O'sha olib borib kelgan xizmatimiz beradi. Qo'shimchasiga ijara haq olamiz. Oldin skuterda foydalanardik. Hozir klientlar ko'payib ketdi desam bo'laveradi. Ikkita qo'shimcha texnika qildik. Elektr tokida ishlaydi, shuning uchun zaryad yetmay qolsa, zapas tariqasida oldim, ikkinchisini olib borib kelib yetkazib berib turamiz. Asalarimiz xudo xolasa bu yil qariyb 35-40 ta oila bor. Qo'shimchasiga yana yangi yashiklar olib kelib qo'ydim. Ko'chirib o'tkazamiz. Bugungi kunda bir yangilab joylashtiramiz. Sekin-sekin bo'lamiz. Ya'ni 10-aprellarga yangi ona arilar ochib chiqadi. Shuni mo'ljallab harakat qilib boryapmiz hozir. 100 ta oilada ari qilishni maqsad qilganmiz. O'tgan yili taxminan 400 kiloga yaqin asal oldik. Atrofdagi asalari boqishga qiziqadigan insonlarga 40 ta oilada asalari chiqarib yetkazib berdim. Bu yilga ham 28 ta oilada ari buyurtmoganmiz. O'zimizdan ortganini albatta ularga sotamiz. Bu ham ma'lum bir daromad degani. Boshlanishi bir qiziqish, ishqibozlikdan boshlanadi, sekin-sekin kirishib ketaveradi. Boshlaganimga bir 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, hozir o'sha asalari haqida maslahat so'raydigan, asalarini qanaqadir kamchiliklari, nima ehtiyot qismlar deymizmi, yo bo'lmasam ishlatiladigan ma'lum bir mahsulotlarini so'raydigan odamlar ko'payib ketdi. Shuni hisobiga ko'p asalari o'zim sotgan arilarga borib o'zim xizmat ko'rsataman. Masalan, dorilari bor, bo'z deymiz, boshqa dimar, har xil ishlatiladigan anjomlarini hammasini o'zim yig'ib olib keldik. U ham qo'shimcha sotiladi. O'sha aytilgan paytda borib ularga xizmat ko'rsatib kelamiz. O'ylaymanki, odam harakat qilsa, intilsa, masalan, meni ko'rib turib, men kimlardir ko'rib o'zimga motivatsiya olganman-da. Mendan intiluvchan, mendan hali ishlar joy-joyi qo'yib qo'ygan insonlar juda ham ko'p. Ularni ko'rib, meni ham ko'rib turib, kimgadir foydam tegsa, sal bo'lsa ham, masalan, kimdir asalarchilikka qiziqishi mumkin, kimdir issiqxonaga qiziqsin. Shunaqa narsalarni yo'lga qo'ysa, hayoti yaxshilansa, men bundan xursand bo'laman. Demak, hamma narsani odam hali qo'li bilan berishi shart emas-da. Yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, tajriba eng katta boylik. Shuni olib, sekin-sekin o'rganib, nimagadir erishsa, men shundan xursand bo'laman. Ota qanday yo'lda ketyapti, qanday harakat qilyapti, shunga qarab ibrat oladi. Shuning uchun men farzandlarim ham shu narsalarni ko'rib, bilib, masalan, o'rgansa, asalarning oldiga borganda mana o'g'lim ancha qo'ldan kelib qoldi, dovdiramaydi, cho'chimaydi. Issiqxonani ham, boshqa ishlarni ham ko'rsa, o'rgansa, ko'zi pishsa, kelajagiga, hayotiga yaxshi ibrat namuna bo'ladi deb o'ylayman. Ko'chada yurish yaxshi ekan. Menga yoqdi. Nimagaki protezni kiyib, mana oldin men faqat uyda o'tirardim. Ko'chada yuribman. Tirikchilikka, odamlar bilan o'zaro munosabatga kirishish, yaxshi bir odamlarga yaqin bo'lish yaxshi-da baribir. Yolg'izlanib qolgandan ko'ra. Men o'zimga shunaqa xulosa qildim. Oldingi rejalar, xudo xolasa, orzu qilganlarimizga sekin-sekin erishib boryapmiz. Masalan,
Yurishni orzu qilgan edik, yurdik. Ishni orzu qilgan edik, keragidan ortiq ishli bo'ldik, mana Xudoga shukr. Ertalabdan kechgacha masalan, xohlagan vaqtimda, xohlagan bir telefon chaqiradi, ketaman, chiqib kelaman, borib kelib, shunaqa ishlar bilan bo'lib turibman. Kelajakdagi niyatlarim Xudo xolasa yana nima qiladi o'zbek? Uy solaman dedi, to'y qilaman dedi. Dastlabki ko'rsatuvda yaxshi niyat qilib, yana bitta issiqxona qo'shmoqchiman bu yerga deb aytgan edim. Mana shu niyatimga ham erishdim mana. Yana 1,5 sotix atrofida issiqxona qo'shilib, hosil ekinlarda unib chiqqanini mana ko'rib turibsiz. Yaxshi niyatlar, yaxshi orzular mana sekin-sekin amalga oshib boryapti. Inson harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Bundan sira uyalmaslik kerak avvalo. Chunki mehnat bu halol mehnat, halol peshna teri har bir insonga yuqadigan narsa. Harakat qilish kerak, intilish kerak, chunki shuni orqasidan masalan baraka topdik desak ham bo'ladi mana Xudo xolasa. Hech bir inson o'zini cho'ktirmasdan oldinga, faqat oldinga harakat qilib, intilib, mehnat qilish kerak. Mehnat yaxshi narsa. Tushkunlikka tushirmaydi, odamni qanaqadir bir yolg'izlatib qo'ymaydi. Atrofdagilarga kerak bo'ladi mehnatkash inson, harakat qilgan inson. Hozircha bizdagi yangiliklar shu, tomorqamizdagi, shaxsiy hayotdagi, Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda yana ham bir boshqa bir yangiliklar bilan, chiroyli yangiliklar, yaxshi xabarlar bilan, natija bilan Xudo xolasa ko'rishamiz.